Bu video orqali sizlar bilan Xarita AI platformasida qanaqa bo'limlar borligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, Xarita AI platformasiga kirganmiz va agar sizlarda ingliz tili turgan bo'lsa, bu burchakdan o'zbek tiliga o'tkazib olsanglar bo'ladi. Telefonda ham foydalanish bo'yicha yo'riqnoma berib o'tiladi. Xo'p, kirganingizda o'qishni boshlashni bosasizlar va ko'rib turganingizdek, xuddi shu kabi oyna sizlarda ham ochiladi. Endi bu yerda nimalar bor? Ko'rib turganingizdek, birinchi qismda bizda filtrlar bor. Ya'ni filtrlar nima uchun? Filtrlar darajalarni belgilab beradi. Ya'ni siz boshlang'ich darajadamisiz yoki o'rta yoki yuqori darajadamisiz. Shularni belgilab o'zingizga kerakli bo'lgan filtrlarni moslab olsanglar bo'ladi. Keyingi filtrni biz kim uchun deb nomlaganmiz? Ya'ni kim uchun? Ya'ni AI quruvchilar uchunmi yoki AI foydalanuvchilar uchunmi? Ya'ni oddiy foydalanuvchi va dasturchilarga ajratib tuzilgan platforma hisoblanadi. Hop, barchasini tanlaymiz, filtrlarni hammasini barchasiga qo'yamiz. Endi keyin nimalar borligini bitta-bitta tanishib chiqamiz. Hop, filtrlar bilan tanishib oldik. Endi ko'rib turganingizdek, hozircha platformada 8 ta bo'lim mavjud. Ya'ni bu 8 ta bo'limni hammasini hamma o'rganish shart emas. Ya'ni o'zingizlarning yo'nalishingizlar, darajangizlardan kelib chiqqan holatda o'rganishinglar kerak bo'ladi. Hop, kelaylik endi birinchi bo'lim bilan tanishib olamiz. Birinchi bo'limimiz bizda soha mutaxassisi plus AI. Ya'ni siz xohlagan kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar, sun'iy intellekt bilan birgalikda samaradorlikni tezroq oshirishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi bo'limimiz bizda prompt engineering, ya'ni sun'iy intellekt bilan to'g'ri foydalana bilish. Qaysi modeldan foydalanish kerak, qaysi paytda foydalanish kerak va hokazo shular yoritib borilgan. Keyingi bo'limimiz bizda AI bilan birgalikda kontent yaratish. Ya'ni hozirgi kunda trendda bo'lgan rasm generatsiya qilish, video generatsiya qilish shular uchun bizda yo'l xaritasi yozib qo'yilgan va keyingi bo'limimiz bizda vibe coding. Ko'rib turgan platformalar ham AI bilan birgalikda yozilgan. Aynan Xarita AI platformasi ham AI bilan birgalikda yozilgan. Shu kabi dasturlarni qanday modellar orqali quriladi, o'qib tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi bo'limimiz bizda dasturchilar, ya'ni AI ga kirish uchun eng boshlang'ich qadamlar yoritib borilgan. Nimalarni bilish kerak, qaysi modellar bor, qanaqa talablari bor va shu kabilar bilan tanishib olsanglar bo'ladi. Keyingi modulimiz bizda aynan Gemini, ChatGPT kabi modellar o'zi qanaqa ishlaydi, bu o'zi qanaqa yo'nalishligini tanishtiradigan bo'lim hisoblanadi. Ya'ni NLP moduli hisoblanadi. Keyingisi esa data science. Katta ma'lumotlar bilan ishlash, ularni prognoz qilish va hokazo ma'lumotlarga ishlov berish bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Va keyingi modullarimiz bizda computer vision hisoblanadi, ya'ni kameralar bilan ishlash, rasm, tasvirlar bilan ishlash moduli hisoblanadi. Keyingisi esa AI muhandisi, ya'ni integratsiya qilishda. Ya'ni siz tayyor modellarni o'z dasturingizga, platformalaringizga integratsiya qilishni o'rganasiz. Ko'rib turganingizdek, saytdagi bo'limlar bilan tanishib chiqdik. Endi keyingi videoda vibe coding haqida batafsilroq yoritib beramiz. Ya'ni aynan Xarita AI yoki Quanta.uz platformasiga o'xshagan platformalarni qanday qilib AI bilan birgalikda bir necha kunlar ichida yoki daqiqalar ichida qurishni o'rganib olamiz. Aytgancha, obuna bo'lishni unutmanglar.